Dalbayovskiy o'yinlar. Hunterimiz yikomi? Davay, bolalar yozinglar o'zinglar. Bolalar boshlandi mana. Boshlang. Ko'rdingizmi mana shu hammasi Hunter deb yozishyapti. Mana Hunter. Hunter mana. Hamma Hunter deb yozyapti. Ziko deganlarga ban beraman. Ana hamma Hunter deb yozishyapti. Ko'rasizmi? Shep qonli jang bo'ladi hozir, bilasizmi shuni? Bizdes qonli jang bo'ladi. Ne ovoz kelmayapti? Nima ovozim kelmaydi? Bir. Bor ovozim. Ay, bilaman, o mikrofonni o'chirib qo'yibman aytdagina. Albasa yibanni. Qanchagallar ketdi. Shep bizdes qonli jang bo'ladi, nima demadingiz? Mashq, ibot mashqa? Ibot mashqa. Ibot mashqning Против. Let's go. Ibot mashqning против Teo Timur va Guatin. Vaymi, a? Shep ovozingiz boru, realni tepan echo bilan kelyapti, Shep. Ikkita mikrofon yo'q qo'yganmisiz? Endi-chi? Hozir ham. Mikrofoningiz yaqin turganda to'g'ri kelyapti turadi-yu, birinchi. Normal emasmi? Yo'q, ovozingiz qaytyapti. Qarang. Endi-chi? Gapiringchi? Endi normalmi? Yo'q, yana ozgina borda baribir echo boru. Yo'q. Va Sizga echo bo'lyapti. Streamga normalmi, shep qo'y. Qop ko'ramiz hozir. Hunter Shifu deydi. Qayerdan Shifu? Streamga normalmi? Streamga normalmi ishlayapti, ha? Bol. Ya, echo bor ekan. Streamda ham bor echo deyishyapti, Shep. Naqsa bo'ladi jala. Stukka bilan. Dovaningizdan suqurib nimadirlar qiling, boshida normalniy edi. O'ynaganimizdan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Endi chiqaring. Gapiringchi? Endi alo. Bor baribir. Voy, mana birinchi killni Kenfly o'zini hisobiga yozib qo'ydi, Vaymiyni urib ketdi va Teo Timurni ham urib ketishyapti hozir. Ikkita shotni o'zini hisobiga yozib qo'yishdi. Nahot Teo Timur bilan Vaymiy qizib qo'yishsa mashinnikda hamga. Endi gapiringchi? Kelmayapti ovozingiz. Ovozimni eshitilgan yo'q. Hormaylar, yomon qizlarga bormaylar. Endi gapiringchi? Sizlar tepa oldinglar-yu, Ziko tepa oldinglar-yu. Ana endi cho'tka. Tepa oldinglar-yu, Ziko. Hozir ko'ramiz, Teo Timur vs Mashinik team. Ibot mashqa против Ibot yutyaptimi? Ayo. Ikkita shotda olishdi-da. Vaymiyni ham urishdi. Realno. Конечно, Mana ko'ramiz hozir Teo Timur против Ibot mashqa. Got Vaymiy. Yo'q, tepa oldinglar. Tepa olish cheklashib. Da. Ko'ramiz hozir bular push qilishmoqchi emas. Mana bilyapti o'zi Teo Timurni bilishdi. Teo Timur push qilyapti. Hozir Ibot mashqani oldi. Teo Timur oladi, Ibot mashqani. Qani ko'ramiz, qani birga bir hozir close fight vaziyat. Ibot mashqa hozir ikki kishi Teo Timurni qiynab borsa bo'ladi. No'g'ol push qilishmayapti. Voy, yaxshi. Yo'q, Teo Timur hozir olib ketdi. Teo Timur paysasini birinchi pochini ochdi mana Timur. Teo Timur plus V-ku. W'da o'ynayapti. Voy. Kenflydan qanaqa kill bo'lgandi, lekin yaxshi. Vaymiyni razmen qildi, Shep. Vaymiyni razmen qildi. 3-2 hozir bitta shot razmensa qilyapti hozir. Xato qilish kerak emas deb o'ylayman hozir. Teo Timur bor-ku. Hozir ko'ramiz 3-2 shotimizni. Teo Timurli bemalol comeback qilsa bo'ladi. Vaqtimiz hali dahvahva. Ko'ramiz, Ibotlar hozir push qilishmoqchi emas, kutishadi. Lutchi kutgan yaxshi-da, to'ppa-to'g'ri. Bir-biriga rasmiy kutgan juda ham yaxshi bo'ladi. Vaymiy litsosidan ko'raylik deyapti. Ana Vaymiy. Voy, bir xip qolib ketdi hozir. Yaxshi. Kenfly yaxshi o'ynayapti. Telefonda. Mana suli imkoni hech yoqtirmayman deb bor. TDM'larda
Sevgisi o'sha, любовь-yu. Voy. Yaxshi deyadimi o'qishunda? Oy. Push qilishmoqchi emas hozir. Qanaqadir yo'l bilan hozir bir kishi ashibga qiladi. Voy, Kenfly razmen qilib keta oladimi? Timur yordam berishga. Voy, Vaymiydan. Urdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Chivo, bilet. Vaymiydan ajoyib kilni ko'rishimiz mumkin hozir bile. Nичего себе. Qochib urvordi hammi? Ha? Yeba. İbotda hozir shoshilishyapti. Hozir kilga shoshilyapti. O'sha ana Timur hozir ibotda urib qo'ydi. Hozir bolalar shoshilishi kerak emas, bo'ldi. Timurni kutishadi endi. Timur jamoasi. Vaymiydan info bor. Ikkita shotni o'sha oldinga o'tib ketishdimi? Yutqizib turgan joydan. Vladimir Sosani ham bitta ko'raylik. Lekin yaxshi kalkulyatsiya ko'rsatib beryapti mashinaning tuyim. Yaxshi hozir Timur rozi bo'ldi. Vaymi keldi yordamga. Voy, yaxshi. Ajoyib tarzda oldiradi men o'tdi Vaymiga. Voy, Timur bekor pik qildi bor. Bekor pik qilmaganda Vaymi urvorar ekan. 5-7 birga bir razmen qilishdi, yaxshi. Yapıyor. Bitti op ketdi. Sheb yaxshi kalkulyatsiya qildirishyapti, berishyapti. Zo'r o'ynashyapti ikkaloliga. Oqyaptimi? Aha. Invalid. Hop ko'ramiz hozir Vaymi kutyapti, Timur ham kutyapti, Timur pitdi hozir. Chap naklon. Voy, kerak emas, chap naklon juda qiyin o'ynatildi. Hozir Vaymi kutyapti, Vaymi dedim. O'z hisobiga bitta kishi bush qo'yardi, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkalasi kommunikatsiya qilib o'ynashyapti. Tashib borib, bir-biriga info berib, low HP qolganini bilib turib, hozir netga bermaganiga hozir Kenfly jaqalishibdi. Voy bosish kerak, kishi bosish kerak, как будто. Da bu da Timur kelyapti razmenga. Voy, yaxshi Vaymi. Buni olib ketadimi? Kenfly hozir Sraz razmen. Bilashib. Razmenga o'ynashyapti. Bora Kenfly. Ibot urush kerak edi, как будто urush kerak. Voy, Kenfly hozir low HP da qolib ketyapti. Timurdan hozir ajoyib hozir. Frak ko'ramizmi? Bu yerda Vaymi bosib yubordi va Vaymi hozir Kenfly'ni urib yubordi. Ibot mashkam Vaymi urib yubordi. Voy, Timur nima qilyapti? Voy, Ibot yaxshi. Timur nima qildi hozir? Tushunmay qoldimi yo? Infosi yo'qmi? 9-11. Ikkita shot. Kenfly'ni jonning kamligini ko'rishimiz mumkin. Heal qilishga ulguradi, bemalol. Shoshmay o'ynashsa bor, Ibotlar olib ketishi ham. Voy, chap tomonga Vaymi o'tib ketdi. Ko'rmay qoldi. Hozir Vaymini ko'rmay qoldi. Ha, metga bermayotgan jahlishyapti. Metga beryapti shekilli. Beryapti. Tamoyim-da. Timur hozir o'ng qo'lga tutdi. Vaymi hozir tepadan hozir juda ham akkuratni o'ynab qo'ydi. Kenfly jon pashti yarim to'q qoldi. Timur hozir ko'rdi. Voy, yaxshigina damage hozir Timurni bosib yormasa voy, qanday xato Kenfly'dan. Kenfly mana shoshdi. Lekin Vaymi xatosiga nuqta qo'yib qo'ydi. Paysani qarang, olgan paysalarni qarang. Raveshkani o'zi ushlab olishib. Vaymi hozir push qo'yadi hozir. Bu qarang, siqqanini. Oy, bot hozir yordam bermasa hozir qiynalib qoladi Vaymiga. Gap bo'lishi mumkin emas, yordam berdi. Cover ishlab berdi. Cover ishlab berdi. Yana 2 ochko shoshmasdan o'ynashsa, lekin comeback qilish imkoniyati juda katta. Vaqtimiz ham hali ancha bor, 4 minut. To'g'rimi shep? Yo'q, 1,5 minut qoldi. Voy, 1,5 minutmi? Onasining samitda 4 minut ko'rinyapti jala, streamdan ko'rdim hozir. 1,5 minut ichida hozir 3 ta shot olarmikin? 4 ta daji. Ibot pozitsiyasini almashtirgisi kelmayapti, push qilsa ham kelmayapti. Hozir Kenfly botdan nima qiladi endi? Endi nima qildi hozir? Voy, qanaqa xato bu? Qanaqa xato? Ikkita solo игрок litaryapti. Kim solo? Voy, Kenfly botdan TikTok ishlayapti editga.
Qani ham Kingfly bitta ajoyib kill ko'ramizmi? Qancha buroq qushquvvatga to'sqayta kim olib ketdi? Voy, yaxshi Kingfly. Kingfly. Bitta shot rasnisa qoldi. Ajoyib hozir. Yana Bitta shot shoshmasa hozir. Yana bitta shunaqa xato juda qimmatga tushishi mumkin Timur komandasi a'zolariga hozir. Ibotga o'tkazingchi ibotga. Ibot hozir Bot bu yerda nima qilyapti kutyapti. Ajoyib o'yin bot hozir lekin juda potniy o'yin botdi. 12-13 30 sekund vaqt qoldi. 30 sekund toza. Agar Timurli chidab bersa. Voy, yaxshi Timur, ajoyib pik. Kingflydan navbatdagi xato va komandasiga juda ham qimmatga tushishi mumkin. Hozir bu odam ibotni ham urib yuborishi mumkin. Timur juda ham ajoyib va Kingflyni ham olib ketib qoldi. Nima qilyapti bu? Nima qilyapti? Nima qilyapti bu? Shu mana 4-kill. minus. Ахуеть. Ахуеть. Absolut sinema. Mana shitda Shep o'zini optini ko'rsatdi-da, optni qanaqa optni igrokligini. Gap bo'lishi. Hal qiluvchi